Mana bu qo'lingizga har bitta qatorda nonlar pishib yotibdi. Siz agar shu nonlardan qo'lingizga bersam, orqasida savollarimiz bor. Savollarimizga siz to'g'ri javob yo'llasangiz, mana ko'rdingiz, to'g'ri javob yo'llasangiz, demak birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator, ya'ni bilimdonlar, donolar, tezkorlarimiz uchun mana bu savatlarimiz joylashgan. Bu savatlaringizga to'g'ri chopsangiz, nonlaringiz o'z qatoringizga ochko kabi bo'lib, ball bo'lib tushadi. Tayyorsiz? Demak, agar tayyor bo'lsangiz, mana sizga savollarga tayyorlaning. Sizga 3 daqiqa vaqt beriladi. 3 daqiqa ichida savolga tayyorlangan degan o'quvchiga marhamat, o'qib tayyorlaning. Kim tayyor savoliga? Nima deb savol tushibdi? Boychechak kimning qalamiga mansub? Boychechak she'ri kimning qalamiga mansub? Yo'ldosh Sulayman. Yo'ldosh Sulayman. To'g'rimi bolalar?